38 yoshli Nilufar Usmonova 17 yoshida turmushga chiqqan. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like va obuna bo'lib ketishni unutmang. Sizni qiziqtirgan eng tezkor, eng ishonchli ma'lumotlarni faqat bizning kanaldan topasiz. U huquqshunos nomzod Said Nazarov bilan oila qurgan va 2004-yilda ilk bor onalik baxtiga sazovor bo'lgan. Birinchi turmushi uzoqqa cho'zilmaganligi haqida xonandaning o'zi shunday deydi: Ajrashishimizning sabablari ko'p. Men bir marta rasman nikohdan o'tganman va ajrashganman. U inson olamdan o'tib ketdi. Yomon gaplar bilan eslashni istamayman. U 5 qiz ichida o'sgan yagona o'g'il farzand edi. Oilamni mustahkamlash uchun juda ko'p harakat qilganman. Ammo onamning gaplari qattiq ta'sir qilgan. Seni istamagan insonga intilib qadringni tushirma. Hammasi taqdirdan, degan. Qaynonam ham xuddi onamdek cho'rtkesar ayol edi. O'g'liga yoqmayaptimi, ajrash, degan. Shunday bo'lsa-da, bu nikoh aqlli o'g'lim Said A'zamxonning tug'ilishiga sabab bo'ldi, deydi Nilufar Usmonova. Hozirgi kunda Nilufar Usmonovaning 5 nafar farzandi bor. Xonanda intervyuda yana farzand ko'rish niyati borligini aytib keladi. 7 ta bolam bo'lishini orzu qilaman. Ular bir-biriga tirgak bo'ladi. 5 farzandni yolg'iz o'zim tarbiyalayapman. Yolg'iz ayollarga qanchalik qiyinligini yaxshi bilaman. 5 bolaning ta'minoti uchun hamisha harakatdaman, deydi u. Siz o'zbek shou-biznesidagi ser farzandlardan yana kimlarni bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring.